Her bir adamning o'zini orzusi bor. Kimdir kichkinagina qulay uyni orzu etsa, kimdir katta qasr qurishni orzu etadi. Bugun sizlar bilan umumiy maydoni 1600 kvadrat, qurilish maydoni 600 kvadratda joylashgan Xiva Kosmoboddagi qasrimizni obzor qilamiz. Aniq bilaman yaqinlar, hozirotgan vaqtingizga achinmaysizlar. Qo'ldan kelgancha harakat etamiz, polnosti obzor qilishga. Sizlardan qo'llab-quvvatlash, videoga like bosib, bizlarga obuna bo'lish, biz esa sizlarga bir-biridan go'zal joylarni chiqarishda davom etamiz. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar. Sizlar bilan YouTube'da görüşüp turganimdan xursandmiz. Farhod Premium asosida Farhod bo'laman. Asosiy ishimiz dizayn asosida remont ishlarini qilish. Bilmaganlar uchun biza joy sotmaymiz. Biza korobka, ya'ni proyekt asosindagi joylarni remont qilamiz. Ko'rib turganingiz Xivada joylashgan qasrimizni o'tido obzor qilamiz. Videoga like bosib olmasangiz, hozirdan like bosib qo'ying. Hammamizga shunday uylarda yashash nasib etsin. Esa tashqi tomondan boshladik. Hozir sizlarga birma-bir qilingan ishlarni ko'rsatib beramiz. Kolonnamiz Milano sapilgan. Zarlarni e'tibor berasizlar. So'qillarimiz esa ko'ksaroy toshlaridan foydalanilgan pastkilar bilan dizaynda nechik berilgan bo'lsa, bir-bir qilib ishlangan. Biralarimiz ham shu 10-dan tashalgan. Zerlarning zonalarimiz ham aytishib o'tishimiz kerak. Hammasi 10-da o'z 10dan tushgan. Eng asosiy ishimiz ichon tarafda, shularni bir ko'z tutmasak olmaydi. Esa ichon tarafga giramiz. Ketdik. Tashqi fasadimizda asosiy jiddiy travertinlarimiz ishlangan, kolonnalarimiz, tegalarimiz Milano sapilgan, so'qillarimiz esa ko'ksaroy granit toshlar bilan ishlangan. Dizaynda berilganning bir-bir bo'lib chiqdi. Mehnatimiz nim chuqur singdi lekin bu joyga. Chala vaqt ketdi. Asosiy bir 8 oy vaqtimiz ketdi. Niyat qilganlar обязательно like bosib qo'yinglar. Ketdik esa ichon. Ketdik. Ana sizdan ko'p kuttirmayin, ichon obzorimizni boshlaymiz. 8 oy mehnatim ketdi dedingiz og'a. Qani endi biz 8 oylik mehnatni videoda tushuntirib berish kerak endi odamlarga. Eng ko'p mehnatimiz tegdi desak ham bo'lmaydi. Ishija oyoq tilarimiz 100% topli pol bo'lgan. Ikkinchi etaj, birinchi etaj, podval qismlarimiz hammamiz 100% topli pol bo'lgan. Ustidan archa laminatlarni bosib berganmiz. Neobishniy stilda 45 gradusda bosilgan. Buni e'tibor berasizlar. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ish mebellarimiz krashinli variantda ishlangan. Perixoshkalarimiz dizayndan chiqib berilgan bo'lsa, bir-bir etib, shunday taxlab berilgan. Gap isboti bilan edi. Bir ko'z tutib ketadi odamlar dizaynni. Mana bu yana bizlarga berilgan uy bitmasidan oldingi holatini. To'sh shu holatga keltirganmiz. Keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Shu mebellarimiz zakaz bilan aytilib turibdi. Hali bellari qo'yilmadi. Endi xudo xolasa qo'yilsa, чистый shu dizaynda edi. Mebellarimiz ham shu yerga joylashadi, bo'ldi. Shu svetda. Odamlardan qistabatganingni chiqarib beramiz obzorni kuttirmay. Dim kuttirmadilar, to'g'risi. Keyin 3D panellarimizga e'tibor berasizlar. Ichida zerklar bilan ishlangan. Zerklar ko'p ishlangan. Har biri detalniy qo'l mehnati asosida ishlab berganmiz. Chiziklarni e'tibor berasizlar. U hech qanday tayyor hoj emas, qo'lda ishlangan hammasi. Har bir burchagi oddiyni zo'tilanmi? Oddiyni zo'tilgan, shu qolip yasab olamizdan, qo'lda qolipni rezinkadan ishlanadi, keyin ana gipsdan tayyorlanadi bu ishlarimiz. Yo'q vajadi o'zi, shu vajni biz ko'rib, taxlab, ideya etib chiqardik. Daraqlarimiz ham, neobishniy daraqlarimiz hammasi qo'lip mehnat asosida ishlangan. Dum mehnatimiz katta singdi. Kanizlarimiz e'tibor berasizlar. Ichina 2 qator pasfitga tashalgan. Endi ko'rgan odam o'ylashi mumkin, ertangi yukkasan shetaman deb, lekin 2 qator, 3 qator tashlaganmiz. Guysa arasini taqib almashtirib ishlatib beramiz yana. U 15-20 yil polnosti tortib beradi ishlar. Eshiklarimiz kranshinli hisoblanadi. Neobishniy dizaynda ishlangan. Eng sifatli premium darajada qo'yilgan hamma vajimiz, biralarimiz, eshiklarimiz, galogenlarimiz e'tibor berasizlar. Premium darajada hammasi. Galogenlarimiz tiyindagi qoralarimiz akril hisoblanadi. Dizayndan chiqib berilgan bo'lsa, shunday deb glans sifatida ishlangan. Kuxni lekin og'a hamma ayollarning orzusundagidek kuxni bo'libdi lekin. Biz ham o'zbek ayollarimiz orzusi bo'ldi desak ham adashamiz. Shunday endi krashinli mebellarimiz ishlangan, ustilarimiz oyna bilan passetga yetib yonadon bo'lib ishlangan hammasi. Eng asosiysi stylistamiz yana. Ayollarimiz dosh bo'ladi. Bemalol ustida foydalansalar bo'ladi, pichoqlar. Biz usta bo'lganimizdan keyin birinchidan kачество, vaqt emas, eng sifatli darajada ishlasha hammani ishontirib bilamiz. Hamma bolamiz 15 yildan staj o'tgan, endi 10 yillik bolalarimiz ham bor, lekin ishini javob beradi, polnosti. Zalimiz 10 metr, 5,5 metr bo'ladi. Xonamiz razmeri
lekin eng neobычный stilda ishlangan xonamiz. Полностью dizayndan chiqib berilgan bo'lsa, har bir detallari shunday deb ishlangan. Gap isboti bilan deganning hozir ko'rsatib o'tamiz seni. Ko'rmish? Gap isboti bilan deganni ina. Hammerimiz shunday deb ishlangan ina. 100%. Bir prost üstler kursa emas, hozircha shunday variantda tutdi. Hozircha zakaz berilgan. Bayram arafasi bo'lgani mehmonlar kelib turdi, shunga paka xon to'xtatib ko'tdilar. Bu qo'l mehnati Vinsinka etib ishlangan, qo'lda chizilgan hammasi. Benimizda kamin joylashtirganmiz. Bu 3D variant. 3D variantdagi kaminimiz. Endi mebellarimiz ham shu hozir ko'rdingizlar-ku, точно barabar, u farqi yo'q. Bemalol bizlar isham topshirsanizlar, shu rasmda ko'rsatsangizlar, shunday chiqarib beringlar desangizlar, o'zlarimiz shunday chiqarib Uni materiali nerdan olishingiz, u hammasi sizning bo'yningizda bo'ladi. Topib berish. Undan bo'lgani keladi, shu yerni chiqarish kerak dedi, siz chiqarib berasiz. Bizlar aytsa bo'ldi, shu yerni chiqarib bering desa, usta shu yerni chiqaringda, biz usta bo'lgandan keyin shu yerni talabasini biz chiqarib beramiz. 100%. Qaysi yerni nerda oladi, nerdan zakaz beradi, hammasini tushuntirib aytib beramiz o'zlarimiz. Asosiy suvoq holatida turgan proyektlarni olamiz. Ham dizayn asosida. Agar dizayni bo'lmam taqdirda o'zimiz ishlashni tanish dizaynlarimiz bor. İşletib beramiz, ideya beramiz. Ishlatib, ideyani o'zlarimiz beramiz. Keyingi zalga o'tamiz og'a. Benim zalımsam 10 metre, 5,5 metre bo'ladi. Benim niye 5 niyatib, neoklassika variantida ishlangan. Illyustratorni zakaz etib aytganmiz. O'zlari kelib, ustof ketib berib ketganlar. Niye 5 dedim, adam görsə havosi ketadigan illyustratorimiz bor. Bu ham dizaynda bang. Ha, shunday. Muammo bo'lmadimi og'amni topish? Yo'q, muammo bo'lmadi. Bemalol topsa Uji bo'ladi. 15 yildan beri yurgandan keyin bilasiz neda nav balkon. Da. Hammash aniq. Televizorning arkasidan bambuk panellarimiz ishlangan, neobычный stilda. Kun chatirlarini ham nerda berilgan bo'lsa, shunday deb ishlangan. Ya'ni har bir xonada to'pli polni gradusini, o'z xona haroratini o'zing moslashtirib bilasan. Masalan, sal issiqlik kasb turgan bo'lsa, xona o'sha yerga kelib Bu yerdan tushsa bo'ladi. shu yerdan tushsa bo'ladi yana. Xonaning gradusini tushirib, hozir 27 temperaturada turibdi. Xona harorati. Hali aqlli umniy uyatganmiz, hamma o'sha joy-joyga qo'yilgan. Miyalari ili indigal ustonovka bo'ladi. Pardalarimiz o'zi yengil olib, o'zi joyiga kiradi. Aytsa bo'ldi. Aytsa bo'ldi, Alisa ishida polni. Bo'ldi, tushunarli o'ylar. Uyimizni birinchi etajda joylashgan umumiy sanuziyamizda aytib o'tish yodimizdan chiqdi. Beni lekin ko'rsatmasak bo'lmaydi. Dim yomon. Buni parnoya bor dedingizmi og'a? Da parnoya bor edi. Zeriklarimiz bekliklar. Bu yerdan ligirovka aytadi shunda mana. Bu yerdan parni yaradilar. Mana bunda parni chiqadi. Bu yerdan parimiz chiqadi. Bu yerda o'tirib чистый parnoy bo'ladi. Aktosh qo'yilgan. Bani vannamiz do'raklaridan, или vannamiz ham eng yaxshi premium kачествоda vannalar qo'yilgan. Bu o'zlar doshni effekti berib ishlangan. Bundan chetdan qaragan odam dosh deb o'ylaydi. Lekin izgor, или namgarchilik ko'p bo'ladi. Buningizda ustini shunga moslashtirib lak urilgan. Или gazonlarimiz ham kafel hisoblanadi. Mana kafel. Lekin neobычный adam havosiga yetadigan ishlandi. Ikkinchi taraf chiqamiz. Bellar ham bir xatir aytib o'tib ketaveradi. Bellarimiz ham lisens ham sivit yanadi. Bellar bambuk panellarda ishlangan. Oddiy fonmi beryapti, travitin Oddiy fon bu. Oddiy shpakulovka emas, ikki qator gipsovый shpakulovka tortilgan, sikloxoz yopishgan, keyin yana ikki qator polimerniy shpakulovka ishlangan. Jami 4 qator, 5 qator ishlangan stenamiz. Bu daraja kачество, premium kачествоda chiqishi uchun. Lift og'a, liftni oddiyni to'xtalamiz. Lift oddiyni to'xtalamiz bunga. Chiqaverishni ham dizaynni bir ko'rsataylik, keyin buni ko'rsatamiz. Gap isboti bilan qanaqa? Ko'rib turgan bo'lsangizlar, agar bir o'xshagan bo'lsa, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni kutib qolamiz. Obzor etishda davom etamiz. To'shin shu yerda ishlandi. O'zi ustaman. 17 yildan o'tganman. Ustachilik qilib yurganman. Men hech qanday bunday emasman, ustaman. Просто bunday giyimda bloger emassiz. Bu giyimni kiyish uchun lekin 15 yildan karaminatda yurdik. Hozir ham lekin ustachilik qilib, hozir ham o'zim ishlayman. Endi biz usta bo'lgandan keyin uning gapida ham chechanmasmiz, lekin dim ko'p mehnatimiz singdi. Har bir chiziqlarga e'tibor berasizlar. Hammasi sentra qarab yo'naltirilgan. Hammasi qo'l mehnati, lekin gipsdan ishlangan. Hammasi sentrovkaga yo'naltirilgan. Kollagenlar, relslari, ili palasalar bir tagiz chiqish uchun chotki bo'lgan, hamma narsa premium kачествоda ishlangan. Chotki bo'ldi. Illyustratorga yaxshilab e'tibor beringlar. Bir go'zal, lekin har birining osilib turishlari, doshlarga e'tibor berasizlar. Kelib turib ko'rsa havosi ketadi. Dizayn asosida agar bizlarga murojaat etsalar, biz полностью shuni xohlab turgan bo'lsa, shu yerni chiqarib berib beramiz. Любой dizaynni o'zi chiqarasiz shunda. Kelib topshirsa, gaplashsa, sen uni gaplashsa bo'ladi. Xohlaganini
ish kitobni tashlasin oldimizda, shunday chiqarib bering dedik. Shunday chiqarib beramiz 100%. Taxminan 600 kvadrat, 700 kvadratli joylara necha so'm bilan siz murojaat etsa bo'ladi. Uni proyektni ko'rib turib, Dizaynni qarab aytasiz, materiallarni ishlatilgan o'zlarini necha kачествоda ishlanadi. Masalan, K3 deydi, hozir K4 oshirishlarga e'tibor beriladi. Aniq eng dizayn deydi axir. eng qo'yilgan, eng sifatlisi. Hammasi qo'l mehnati yopishtirilgan. Yopishtirgan taqdirda qo'l mehnati baribir ishlanadi. Milano, Trayut emas, zarlar bilan e'tibor berasizlar. Bir xo'shlar agar quyosh tushib turgan bo'lsa, tovlanishini ko'rasizlar. Xo'shlar bo'lib tovlanadi. Klassik stilda o'tilgan. Hamma yerimiz современный remont bo'ldi. Bu xonamiz lekin отдельный bir remont bo'ldi. Klassik stilda o'tib berganmiz. Berali polnisti bitmay shunda g'olim nima o'sha. G'olim zakaz berilgan. Hali gamin turibdi. Endi bayram arafasi qiston turollarni obzorni tezroq chiqarib bersa kerak. Harakat etdik doğrusu. Zerkalamızdan başlayamiz. Zerkalamamiz hammasi razmer bo'yicha yopishgan. Patologlarimiz har bir gullari detalli qo'l bilan yopishtirilgan hammasi. Bular ichidagi o'zlarimiz birma-bir qo'lda ishlangan narsalarimiz. Hammasi gipsdan ishlangan 100%. Eng premium kачестводagi gips. Polimerniy shpakovka tortganmiz. Tuyaganimiz gipsdan ishlangan hammasi. Или immersiyamiz, jeton immersiyadan foydalanganmiz. 1600 kvadrat bo'ladi. Qurilish osti 600 kvadrat hisoblanadi. Pardalarimiz ham e'tibor berasizlar. Bular ham xonamizga qo'shib ketish uchun zerkalimiz bilan rangi bir xil etilgan. Bir-birini uyg'unlashtirish uchun. Ikkinchi etajdagi birinchi xonamiz hisoblanadi. Ko'rib turasizlar. Odamni xaritmaydigan ranglardan foydalanganmiz bu yerda. Ustalar zakaz berilgan indigiradali. Xudo xolasa, galogenlarimiz, chetindagi posvetkalarimiz hammasi qo'yilib, joylarga qo'yilgan. Asosiysi odamni приятный свет xaritmaydi. Chetlari qochib gipsokarbondan ishlangan, gechta galogenlar lustrani o'chirib, posvetga o'zini yoqib qo'ysalar, atmosfera berib turadi. Atmosfera berib turadi. Hamma joyi bor, garderob, ichida banya o'tiladi. Hamma narsasi o'zining ichida. Ikkinchi etajdagi yana bir xonamizdan biri, qizlar uchun tuzatib berganmiz bu xonamizda. O'zi klientimiz o'zi xohlagan ishni svetda urib bergan, mana qizlarim svetni yaxshi ko'radi degan uchun shu svetdan foydalanamiz. Svetdan foydalanamiz. Lekin yana bir yeri hamma xonamizda balkon bor. Har bir spalniy zal ikkinchi etajimizda balkonga chiqib dam olib, hordiq chiqarsalar bo'ladi. Endi eshiklar zakaz bo'yicha oldirganmiz. Qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Hali lustralar zakazda gaming turibdi. Holi mebellarimiz kelib ustavka bo'ladi hammasi. Parlament svetdan foydalanganmiz bu yerda. Yana virtuallasting полный мощный hisoblanadi. Yuvib sirib olaveradi. Lustramiz e'tibor berasizlar, koridorlarimizga dum berib neobishniy klientimiz o'zi xohlab dizaynda berilgan niyati zakaz berilgan. Bu yer divolimiz yana tap-tekis shpakovka hisoblanadi. Polimerniy shpakovkasi ishlangan. Yana bir narsa, Bo'yson do'konidan alohida minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Shundaganda shu kraskalarimiz hammasini shular yetirib bergan. Jeton firmasini modellasyonklardan foydalanganmiz. Hamma yerimizda yana topli polni nazarda tutgan o'zlarimiz bor yana. Xalon gradusda tushirib biladilar. Lift podaverdik, oxirida to'xtalib o'tamiz dedik, to'g'ri. Uyimiz lift bilan jihozlangan. Hozir Xitoydan оборудованияsi ozgina kamisi bor ekan. Shunga unga polni obzorini liftimizda Instagramga joylaymiz. Bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'rlari bor. Oldinda.